Tunda hibisni kutib. Muallif Tohir Hamud Izgil. Ko'zyosh va sabr orasida yozilgan hikoya. So'z boshi. So'roq. 2009-yil mart oyi edi. Tushlikdan so'ng kutubxonamda kitob o'qishga o'tirdim. Xotinim marhabo oshxonani yig'ishtirayotgan edi. Shunda eshik taqilladi. Ochdim. Tashqarida ikki yigit va bir ayol turibdi. Uchalasi ham Uyg'ur. Marhabo eshik tomon qaradi. Tohir Hamudmisiz? Dedi oldimda turgan yigit. Ha, o'zimman, deb javob berdim. Siz bilan uy xo'jalik ro'yxati haqida gaplashmoqchi edik. Iloji bo'lsa, politsiya bo'limiga bersangiz. U xotirjam gapirdi. Ortidagi ikkisi ehtimol uning yordamchilari edi. Hammasi ravshan. Menga fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar kelishgan edi. Xitoyda uy xo'jalik ro'yxatidan o'tish har bir oila a'zosi haqida ma'lumot to'plashni nazarda tutadi va shaxsni tasdiqlovchi eng muhim hujjat hisoblanadi. Bunday ro'yxatdan o'tish tekshiruvi ko'pincha tintuv yoki hibsga olish uchun bahona sifatida ishlatiladi. Albatta, dedim men ham xotirjam ovozda. Pasportingizni unutmang, dedi politsiyachi orqasidan. Olib bo'lganman, dedim cho'ntagimdagi hamyonni paypaslab. Marhabo bo'layotgan voqealarni xavotir bilan kuzatib turdi. Xavotir olma, hammasi joyida, dedim uni tinchlantirib. Poyabzalimni kiyib, kam zulmni yelkamga ilarkanman, shunchaki ro'yxatdan o'tganlikni tekshirishmoqchi. Biz pastga tushar ekanmiz, politsiyachilar xuddi soqchilar singari oldimda va orqamda borishardi. Tashqarida havo ochiq, lekin sovuq edi. Ular oddiy fuqarolik mashinasida kelishgan. Bu tekshiruv rasmiy emasligini bildirardi. Men orqa o'rindiqqa suhbat olib borgan politsiyachining yoniga o'tirdim. Ikkinchisi rolga, qiz esa old o'rindiqqa o'tirdi. Nima uchun meni olib ketayotganini tushunishga urindim, lekin aqlimga hech qanday sabab kelmasdi. Biz turar joy majmuasidan chiqib, asosiy yo'lga tushdik. Mahalliy politsiya bo'limiga borish uchun chorrahada chapga burilish kerak edi, lekin biz o'ngga burildik. Men bilan gaplashgan yigit cho'ntagidagi politsiya guvohnomasini chiqarib menga ko'rsatdi. Mening ismim Ekber, bu esa Mijit. Biz Urumchi jamoat xavfsizligi byurosidamiz. Siz bilan gaplashmoqchi edik. Qizni tanishtirishmadi. Ekber men bilan siz deb gaplashar edi. Bu yaxshilik belgisi. Agar jinoyatchi deb hisoblashganida boshidanoq sensirab gaplashgan bo'lar edi. Men indamadim va bor kuchim bilan o'zimni qo'lga olishga harakat qildim. Tajribamdan kelib chiqib aytamanki, ortiqcha reaksiya bunday vaziyatlarda yordam bermasdi. Ularning oldida go'yo men nimada gumonlanayotganimni umuman bilmaydiganday tasavvur uyg'otish kerak. Bunday odamlar odatda qo'rquv, xavotir va sarosimalikdan zavqlanishardi. Kim bo'lib ishlaysiz? So'radi Ekber. Bu hali so'roq emasdi. U shunchaki meni sinayotgan edi. Rejissyorman, deb qisqagina javob berdim. U ma'qullab bosh irg'adi va davom etdi. Ssenariy yozasizmi? Bu so'zlarni eshitib o'yga toldim. Ular meni aynan yozayotgan asarlarim uchun ushlashganmikin? Yo'q, boshqalarning ssenariylari asosida film suratga olaman. Kimlarning ssenariylari bo'yicha filmlar suratga olgansiz? 3 ta muallifning nomini aytdim. Ularning biri mening do'stim, Farhad Tursun edi. Farhad Tursun? Shu kishi Muhammad payg'ambarni haqorat qilganmidi? Politsiyachidan bunday gapni eshitib hayron bo'ldim. Lekin tezda o'zimni qo'lga oldim. Ehtimol u diniy qarashlarni sinab ko'rayotgandir. Shunga qaramasdan bu savol meni bezovta qildi. Farhad Tursun payg'ambarni haqorat qilgan romanni o'qiganmisiz? Asabiylashib so'radim. Ammo Ekber
chekinmoqchi emasdim. Yo'q. Lekin roman haqida yozilgan esseni o'qidim. Avval asl nusxasini o'qib chiqishni maslahat beraman. E'tiroz bildirdim men. Siz davlat xizmatchisi sifatida hamma narsani sinchiklab o'rganishingiz kerak. Farhod Tursunning o'z joniga qasd qilish san'ati romani 10 yil avval nashr etilgan bo'lib, u yerda Uyg'ur adabiyotida an'anaviy tarzda tilga olinmaydigan begonalashuv, shahvoniylik, o'z joniga qasd qilish kabi mavzular ko'tarilgan edi. U estetik talablar va ijtimoiy me'yorlarga qarshi chiqdi va zamonaviy adabiyotga katta ta'sir ko'rsatdi. Mutaassib tanqidchilardan biri romanda payg'ambarni haqorat qilingan deb tuhmat qilinganidan so'ng Farhod Tursun ommaviy muhokamalar markazida ta'qib qilindi va hatto o'ldirish bilan tahdid qilishdi. Siz ham yozuvchimisiz? Deb so'radi Ekber. Men shoirman. Qanday she'rlar yozasiz? Tushunmaysiz. Ha, demak siz ana o'sha bo'lmag'ur va bema'ni mavhum she'rlardan yozasizmi? Kulimsiradi u. Indamadim. Mashinaga sukunat cho'kdi. Biz bir-biridan tanish ko'chalardan o'tib borardik. Meni nima uchun olib ketishayotganini haligacha bilmasdim va bu 10 yil oldin bo'lgan hibsga olinishim bilan bog'liqmi, yo'qmi tushunishga harakat qilardim. Agar shunday bo'lsa, katta muammolarga duch kelaman. 1996-yilda Turkiyaga o'qishga ketishni rejalashtirgan edim, ammo Xitoy-Qirg'iziston chegarasida noqonuniy va maxfiy materiallarni mamlakat tashqarisiga olib chiqishga urinishda ayblab hibsga olindim. O'sha paytda har qanday Uyg'urni arzimagan bahona bilan ham hibsga olishardi. Navbat menga ham kelgan ekan. Urumchi qamoqxonasida 1,5 yil o'tirganimdan so'ng meni 3 yillik majburiy mehnat orqali qayta tarbiyalashga hukm qilishdi. Jazoning yarmini o'tagan edim. Qolgan yarmi esa Qashqardagi mehnat lagerida o'tashim kerak edi. Ozodlikka chiqqach, o'qituvchilikdan haydalganimni bildim. Urumchiga qaytdim. Na pulim, na ishim bor edi. Faqat ro'yxatdan o'tganim haqidagi hujjat qolgandi. Kun-tun mehnat qilib, rejissyorlik ishini topdim. Ammo davlatga ishlamaydigan, chetlatilgan rejissyor sifatida ko'proq kam budjetli teleseriallar, musiqiy kliplar va reklama roliklarini suratga olardim. Zo'rg'a kun ko'rardim. Ba'zida umuman ish ham yo'q edi. O'sha kezlarda Shinjon televideniyasi har kungi yangiliklarni xitoychadan uyg'urchaga tarjima qiladigan tarjiman izlayotgandi. 300 nafar nomzod orasida tarjimonlik sinovidan o'tib birinchi bo'ldim. Ammo tarjimai holim tekshirilganda avvalgi ish joyimdan haydalganim ma'lum bo'ldi. Natijada meni nomzoddan rad etilishdi. Shundan keyin ancha vaqt she'rlar yozdim. Albatta, bu bilan tirikchilik qilib bo'lmasdi. Ana shunday holatda 2001-yili biz Marhabo bilan turmush qurgan edik. Men bir necha yil avval Pekindan Urumchiga qaytgan edim. Biz o'shanda tanishgan edik. Farhod Tursun ishdan tashqari paytlarida Uyg'ur firmalariga qishloq xo'jaligiga oid ma'lumot yetkazib beradigan kichik kompaniyada ishlardi va menga ham ushbu korxonada mehnat qilishni taklif qilgan edi. Maktabda dars soatlarim kamligi bois rozi bo'ldim. Ana o'sha kompaniyada biz Marhabo bilan tanishganmiz. Bu ishga u ham yaqinda kelgan ekan. Bu aqlli qizning nazari menga tushayotganini ko'p payqardim. Go'yo mendan ko'z uzmasdi. Marhabo mendan 5 yosh kichik edi va urf-odatga ko'ra meni Tohir aka deb chaqirish kerak edi. Katta yoshli ayollarga esa Xede, opa deb murojaat qilishadi. Ammo Marhabo meni oddiygina Tohir deb chaqirardi. U boshqalarga o'xshamasligi aniq edi. Tushlik tanaffuslarida biz ko'p uchrashardik va suhbatlashardik. Shu tariqa asta-sekin bir-birimizga yaqinlashib bordik. 3 yil qamoqda o'tirgan davrimda Marhabo bilan aloqani yo'qotdim.
Urumchiga qaytgach, eng birinchi bo'lib Farhad Tursunning xotinidan "Marhabo, hali turmush qurmadimi?" deb so'radim. Bir necha kundan so'ng u bilan Pekin Xalq teatri qarshisida uchrashishga kelishdik. Men borgan paytda u allaqachon kutib turgan ekan. Ammo menga tabassum qildi. Uning tabassum dunyodagi eng mehribon tabassum edi. Ammo salomlashishimiz bilanoq yuzi burishib ketdi. 3 yil avval kutilmaganda yo'qolib qolgandim va xayrlashmagan edim. U esa qattiq ranjibdi. Meni hibsga olishganini bilganidan so'ng qiz 3 kun uydan chiqmay yig'lagan, hatto ovqatlana olmagan. O'sha sovuq qish kuni shom vaqti biz yo'l yoqasida to'xtab, mashinalar yonimizdan o'tib ketayotganini kuzatib, birga suhbatlashib turdik. Qamoqda o'tgan yillar noqulayliklarni ham qattiq his qiladigan qilib qo'ygan edi. Ammo Marhaboning so'zlari menga iliqlik berardi. O'sha uchrashuvdan so'ng biz muntazam ko'rishib turdik. Endi o'sha qayg'uli 3 yil ortda qolganida oilaviy iliqlikka juda muhtoj edik. Marhabo bilan munosabatlarimiz tobora jiddiylashib borardi. U mehribon, qalbi esa tilla edi. Marhabo yonimga tez-tez kelar, g'amlardan xalos qilar va tashvishlarimga malham bo'lardi. Nihoyat biz turmush qurishga qaror qildik. Qashqardagi ota-onam unchalik boy emas edilar. Ammo uy ijarasi uchun yordam berishdi. Uy sotib olish uchun esa do'stimdan 5000 yuan qarz oldim. Ammo uy olish uchun bu katta summa emas edi. Xavotir olma. Agar ikkovlashib mehnat qilsak, yaxshi hayot uchun yetarli pul ishlab topamiz, dedi Marhabo. To'ydan so'ng biz birgalikda 5000 yuan yig'ib qarzni qaytardik. To'ydan keyin yashay boshlaganimiz yangi hududdan ro'yxatdan o'tishga to'g'ri keldi. Politsiya bo'limiga borib ariza topshirdim. Hujjatlarni olib, o'zimiz yashaydigan hudud bo'limiga olib keldim. Ro'yxatdan o'tkazish bilan shug'ullanayotgan politsiyachi xonim mening hujjatlarimni ko'zdan kechirar ekan, uning kutilmagan reaksiyasi meni dovdiratib qo'ydi. Sizning shaxsiy guvohnomangiz raqami arxivda ro'yxatdan o'tkazilgan raqam bilan mos kelmayapti, dedi u. Qanaqasiga? Dedim hayratda qolib. Aslidagi raqam Pekinniki. U 11 bilan boshlanadi, deb qisqacha tushuntirardi. Bu esa Urumchiniki 65 bilan boshlanadi. Bu noto'g'ri. Har bir shaxsga yagona raqam beriladi. Sizning holatingizda faqat Pekinda berilgan raqam amal qiladi. Men hatto gap topa olmadim. Xo'sh, endi nima qilishimiz kerak? Nihoyat so'radim. Sizni ro'yxatdan o'tkazgan bo'limga boring. Raqamni to'g'rilashsin va qayta keling. Aks holda men sizni bu yerga ro'yxatdan o'tkaza olmayman. Xitoydagi qonunlarga ko'ra Pekinga o'qishga jo'nayotganimda ro'yxat guvohnomam yonimda yurishi kerak edi. Ko'p o'tmay Xitoyda birinchi shaxsiy guvohnomalar joriy etildi va men ham o'z kartamni olgan edim. Pekinda olganligim bois maxsus raqam ham Pekinniki bo'lgan. Urumchiga qaytganimda hududiy politsiya bo'limidan yangi Urumchi raqamli guvohnoma olganman. Avvaliga o'zgarishlarga ahamiyat bermagan edim. Agar ro'yxatdan o'tish joyi o'zgarsa, guvohnoma raqami ham o'zgarsa kerak deb o'ylagandim. 6 yil davomida bu guvohnomadan muammosiz foydalanganman. Endi esa uning noto'g'ri ekanligi ma'lum bo'ldi. Ertasi kuni guvohnoma bergan politsiya bo'limiga borib vaziyatni tushuntirdim. Ro'yxatdan o'tkazishga mas'ul xodima ham Xan edi. U ham menga berilgan hujjatlarga nazar tashladi va muammoni darhol payqadi. Biroz o'z joyida jim o'tirib hech narsa demadi. Unda rostdan ham xato bormi? Deb so'radim ehtiyotlik bilan. Aniqki, u xatoni tan olishni istamasdi. Amaldorlar, ayniqsa politsiyachilar xatolarni tan olishga hech qachon shoshilmaydi. Guvohnoma raqamini 6 yil avval boshqa xodim bergan bo'lsa ham, bu politsiyachilar baribir hamkasbini va butun tizimni sharafini himoya qilardi. Birdan u boshini ko'tardi. Nega muammoni darhol aniqlamadingiz?
Urumchida ro'yxatdan o'tgan guvohnoma raqamini o'zgardi deb o'ylagandim. Bu siz qilgan xato, dedi u qat'iylik bilan. Toqatim toq bo'layotgan edi. Xatoni siz qildingiz. Endi esa meni ayblayapsizmi? Men guvohnoma raqamni o'zgartira olmayman. Bu sizning mas'uliyatingiz. Yo'q, bunday bo'lmaydi, deb javob berdi u so'zlarimni inkor etib. Rasman uzr so'rab xat kiriting va xatoni vaqtida ko'rmaganingiz uchun aybingizni tan oling. Shunday ishingiz bilan shug'ullanaman. Hech narsa deya olmay qoldim. Ish bunday yo'sinda bo'lgan uchun hatto xursand bo'lishim kerak, negaki aybni bo'ynimga olib bo'lsa ham muammoni hal qilish imkoniyati bor. Uzr xatini yozib berganimdan so'ng politsiyachi Shinjon rezidenti shaxsiy guvohnoma raqamini o'zgartirish nomli blankani to'ldirdi. U yerda mening amaldagi raqamim noto'g'ri ekani, shu munosabat bilan avvalgi raqam tiklanishi kerakligini qayd etilgandi. Xatga muhr qo'ydi. Eski raqam tiklanishi bilan hayotimning 6 yili qamoqda o'tkazgan vaqtlarim ham go'yo yozgi ta'til kabi yo'q bo'lib qoldi. Rostini aytsam, juda omad kulib boqdi. Jazo va qamoq haqidagi ma'lumotlar politsiya arxividan o'chirilishiga umid qilar edim va ishonardim. Umumiy ma'lumot bazalari hali keng tarqalmagan edi. Biz Marhabo bilan turmush qurganimizda mening ham, uning ham doimiy ish joyimiz yo'q edi. Tirikchilik uchun har xil kichik ishlarni bajarishga to'g'ri kelar edi. Ikkovimiz ham oilamiz ravnaqi uchun tinmay mehnat qildik. Hayotimiz qiyin bo'lsa-da baxtli edik. Nihoyat meni xususiy media kompaniyaga rejissor qilib ishga olishdi. Keyin 2 qizimiz tug'ildi. 7 yil davomida uy ijarasida yashadik. 2008-yili ipoteka olishga ruxsat berilgach, o'z uyimizga ega bo'ldik. Rejissorlik ishlarim tobora mashhur bo'la boshladi. She'rlar yozishda davom etdim va she'riyat muhitida yaxshigina obro'-e'tiborga ega bo'ldim. Uzoq yillik murakkabliklardan so'ng nihoyat hayotimiz iziga tushdi. Moliyaviy barqarorlikning ilk alomatlari ko'rina boshladi. Qamoqdan ozod bo'lganimdan keyingi 10 yil mobaynida politsiya vaqti bilan meni boshqa Uyg'ur ziyolilarini har xil bahonalar bilan so'roqqa chaqirib turardi.